Bugun sizlar bilan ong osti haqida gaplashamiz. Ong osti qancha kuchga egaligini va u nimalarga qodir ekanligini sizlarga aytib o'tirmayman. Chunki bu haqda ko'p eshitgansiz, mendan va boshqalardan umuman olganda xabaringiz bor ong osti haqida. Ong ostining qanchalari kuchli va u faqat Alovuddinning jinidek har qanday sening xohishu istaklaringga xo'p deb bajarishini. Bu yerda bitta narsa borki, ong ostidan, ya'ni ong ostiga buyruq bera olmaslik, ong osti bilan ishla olmaslik, ong ostidan javob ola olmaslik. Men bugungi darsda sizlar bilan bo'lishaman. Ong ostidan o'sha javob olish. Kecha retreatda kelganlaringizda qanday ong ostidan javob olish haqida texnikani ko'rsatib o'rgatganman. Bugungi darsda ong ostiga buyruq berish. Ong osti sizning buyruq berishingizga, bermasligingizga qaramasdan turib, u har doim ishlaydi. Kecha-yu kunduz, hattoki siz uxlab yotganingizda ham. Gapni ko'paytirmayman. Qisqa qilib sizga aytib o'taman. Yaxshilab quloq soling, takrorlamayman. Ong ostiga buyruq berishingiz va u sizning buyrug'ingizni bajarishini xohlasangiz, demak, diqqat bilan meni so'zlarimga quloq soling. Ong ostiga shunday so'zlar bilan murojaat qiling. Azizim, aziz ong ostim, yo bo'lmasam shunaqangi chiroyli so'zlar bilan menga aziz bo'lgan ong ostim, senga buyuraman. Agar sizlarning qandaydir muammongiz, xohishlaringiz bo'lsa, o'sha xohishlaringizni ayting. Masalan, shunday: men uchun aziz bo'lgan ong ostim, men senga buyuraman. Mana shu 24 soat ichida yo bo'lmasam o'zingiz bilgan, o'zingiz qo'ygan vaqtni ayting. Menga yoki mening o'sha sizni qiynab kelayotgan muammongizni oson hal qilishini unga buyuring. Bu yerda boya aytib o'tganimdek, ong osti hech qanaqangi vaqt tanlamaydi. U har doim xizmatda, har doim sizni yashashingiz uchun har doim xizmatda, u har doim. U yo'q deyishni bilmaydi, faqat u bajaradi. U yaxshi yomonni ham ajratmaydi. Foydasizlikni ham bilmaydi. U faqat bajaradi. Shuning uchun ham ko'p insonlar o'ziga qanday baho berish, o'zini qanday ko'rish
hayotga bo'lgan fikri, o'ziga bo'lgan fikri qanchalik jiddiy bo'lsa, u xuddi o'sha narsani uning hayoti davomida yaratib beraveradi. Lekin o'sha inson shu hayotidan nolib yuraveradi. Lekin buni o'zi ong ostiga buyruq berib kelayotganini o'zi bilmaydi, o'zi bexabar, ya'ni anglamaydi. Hozir bu so'zlarimni eshitib, demak, men xohlagan paytimda, uyqudan oldin, uyg'onganimda, yo bo'lmasam kun davomida ong ostimga men xohlagan buyrug'imni bera olishim mumkin deb o'ylashingiz mumkin. Ha, to'g'ri. Siz to'g'ri o'yladingiz. Lekin ong ostidan javob, ya'ni sizning buyrug'ingizni siz xohlagan vaqtda hal qilmasligi, yo bo'lmasam o'tkazib ham hal qilmasligi, ko'p vaqtlar kutib ham siz undan hech qanaqangi muammongizni hal qila olmayotganini bilasiz. Nimaga endi muammongizni yoki siz xohlagan narsangizni sizni hayotingizga qandaydir mo'jizali taraflama yoki boshqa bir insonlar orqali o'sha xohishingizni sizga yetkazib bermayapti yoki shu xizmat qilmayapti. Sababi shundaki, azizlar, bu beta to'lqinida hech qanaqangi ong ostiga yetib bormaydi sizning buyrug'ingiz. Buning uchun esa siz alfa to'lqinda bo'lishingiz kerak. Alfa to'lqinida esa siz tushishingiz uchun meditatsiya bajarishingiz kerak bo'ladi. Kim meditatsiya praktikasini bajarayotganda o'sha beta to'lqinidan alfa to'lqiniga o'tganda, o'sha paytda ong ostiga, hattoki o'sha 1 soat 20 daqiqa farqi yo'q qancha meditatsiya vaqtda bajarmasin, o'sha paytda o'sha alfa to'lqinida buyruq bersa, har qanday buyruqni, mana shu meditatsiya holatidan chiqqunicha o'sha muammosini hal bo'lishini buyursa, u albatta qisqa vaqtda o'sha xohishi, qandaydir muammosi o'z-o'zidan hal bo'ladi. Bu o'sha paytda alfa to'lqinida u ong ostiga buyruq bera olgan bo'ladi. Buning uchun esa o'tirib olib meditatsiya holatida o'tirish, mana bu Budda holatida, yarim lotus holatida o'tirishda, ko'zlaringizni yumib qandaydir mantrani, musiqani eshitishda emas, yo yotib olib. Bu beta to'lqini nima, alfa to'lqini nima? Buni sizlar bilan oldin gaplashganmiz. Takrorlashim shart emas. Beta to'lqini miyada to'xtovsiz fikrlar, o'y-xayollar, xullas bozorda u. Miya faqat miyada o'y-xayol, fikrlar, so'zlar, hamma narsa. Shovqin, miya tinch emas. Bunaqangi holatda siz million marta ong ostingizga buyruq bersangiz ham birontasi unga yetib bormaydi. Buning uchun boya men aytgandek, beta to'lqinidan alfa to'lqiniga
o'tishingiz kerak. Bunga o'tish esa faqat meditativ holatda, meditatsiya bajarganingizda meditativ holatga tusha olasiz. O'sha alfa valnaga, ya'ni to'lqinga tusha olasiz. O'shandagina, o'sha paytda har qanday buyrug'ingizni bera olsangiz, o'sha sizning buyrug'ingiz o'sha paytdayoq ong ostiga yetib boradi. Qisqa vaqtda sizni qiynab kelayotgan muammolar hal bo'ladi. Buning uchun barchangizga aytaman. Takror va takror o'tirib olib meditatsiya qilyapman deb savotlab o'tirganing befoyda. Agar sening kallangda faqat o'sha o'y, xayol, fikrlar to'xtamas ekan, ovora bo'lib ong ostingga buyruq berma. Keyin bir marta o'sha muammoga xohishingni bir marta berding. Takror va takror berishing shart emas. O'sha alfa to'lqinidasan. Alfa to'lqinida ekansan. O'sha paytda bitta o'sha xohishingni, muammoingni, bilmayman yana nima narsani buyur. Bo'ldi. Agar u yerdan qarayapsanki muammong hal bo'lmayapti, orzularing qanaqadir qisqa vaqtda amalga oshmayapti, yana berib ko'raychi, yana aytib ko'raychi dema. Agar haqiqatdan ham sen alfa to'lqinga tusha olib o'sha paytda buyruq bera olsang, o'zi sen imoning komil bo'ladi. Uni o'sha sen bilasan, ong ostiga yetib borganini va sening xohishlaring qisqa vaqtda amalga oshishiga. Bu haqda hattoki kun davomida o'ylamaysan ham, eslamaysan ham. Bajaring. Kechagi Shukrona haqidagi nimamizda ham yozishni, Shukronani qanday yozilishini aytdim. Oldingida emas, oldingi lobar yoki boshqa insonlar, men o'zim haqimda aytaman. Oldin qanday sizlarga yozishni, undan 5 yil oldin, 3 yil oldin qanday sizlarga yozishni aytganman, ya'ni boshqalarga. U programma o'tdi. Hozir biz umuman boshqacha Shukrona yozamiz. Umuman boshqacha. Kimda kim yozishni boshlagan bo'lsa, demak unda natija bo'lsa, iltimos bo'lishing. Astoydil, iltimos, keyin gruppaga yozing. Yozayotgan paytingizda, o'sha Shukrona yozayotgan paytingizda sizda qanday holat bo'layapti? Qanday his-tuyg'u bo'layapti? Bo'lishing azizlar. Aytganimni bajaring. Mana shuni ham meditatsiya bajarganingizda, beta valnaga tushganingizda, ya'ni to'lqinga tushganingizda sizni qiynab kelayotgan yoki juda ham xohlab kelayotgan xohishlaringizni ong ostingizga buyuring. Buni hech kimga aytmang. Amalga oshganda biz bilan bo'lishing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi qisqacha ma'lumotim yakunini topdi.